Assalomu alaykum. Men Kanadadan Ruqiya Turdush. Bugun men sizlar bilan mushu millatchilik va millat to'g'risidagi o'zimning ba'zi izlanishlarimni o'rtoqlashmoqchi. Chunki bizning oramizda mushu millatchilik bilan ummatni bir-biriga zid qo'yib oldigan, unki millatchilikka bo'lgan tushuncha oydin bo'lmagan ahvollar mavjud, ya'ni Naytik ko'p mavjud deyishkim bo'ldi. Shuningga bu to'g'rida men ozroq so'zlab o'tmoqchi. Bugun so'zlamoqchi bo'lganim millatchilik ideologiyasi degan qanday bir ideologiya. Ya'ni millatchilik degan qanday bir narsa. Bu etnik bilan millat ikkisi o'xshashmi yoki bu ikkisining farqi bormi? Millat degan nima, etnik degan nima? Millatchilikning kuchi qanday bir kuch? Uyg'ur millatchiligining o'rni qayerda? Ben bu yerda Uyg'ur millatchiligi deb oldim. Asl to'g'risi Sharq Turkiston millatchiligi deb bilish kerak. Ama men bu so'zimni, nutqni, ya'ni Uyg'urlarga so'zlayotganligim uchun bu yerda Uyg'ur millatchiligi deb aytdim. Ama so'zimning oxirida buni Sharq Turkiston millatchiligi deb bilish kerakligini his qilib qolsizlar. Andan keyin eng oxirida yig'inchoqlab bugun shu Uyg'ur millatchiligini, ya'ni Sharq Turkiston millatchiligini taraqqiy qildirish uchun nimalarni qilish kerak degan bu savolga özümden bazı cevaplarımını berime. Amdi sizlarning şu to'g'risida fikir va talablaringlarni, takliflaringlarni o'tirib qo'yishinglarni, tanqidlaringlarni berishinglarni umid qilaman. Rahmat. Amisi başladık. Unda bo'lsa millatchilik degan zodi qanday narsa? Amdi bu millatchilik to'g'risida nurg'un ta'birlar bor ekanda. Buning ichida eng umumlashgan ta'bir bu yerga yozib qo'ydim. Men sizlarga o'qib beray. Şu meşhur cemiyatshunos, meşhur cemiyatshunoslarning, ya'ni shu millatchilik to'g'risidagi tadqiqotlardan elingan bir nima ta'bir bu. Buningda nima ekanda, bu eng umumlashgan hozircha shu iqimlarning ichidagi eng umumlashgan bir ta'bir. Buningda deydiki, kishilarning o'xshash tarix, o'xshash til, o'xshash urf-odat va madaniyatga ega bo'lishi, o'xshash territoriyaning mansublari yoki egallari bo'lishi natijasida yuqori darajada uyushib, o'z davlatini qurishga bo'lgan ishonchisi deydi. Demak, bu millatchilikning ta'biridan ham chiqib turibdiki, millatchilik degan o'z davlatini qurishga bo'lgan ishonchi, ya'ni davlat qurish ideyasi. Yani ideya deganda bu millatchilik faqat ideyalam emas, balki bir ideologiya. Chunki hammamiz bilamiz, ideologiya degan sistemlashgan, nazariyalashgan ideyalarni ko'zda tutadi. Bo'libmi bu kishilarning tashabbuslarini, ya'ni zo'r ko'lamli tashabbuslarini va chaqiriqlarini o'z ichiga oladi. Millatchilikmi shundoq bo'lganligi uchun bu bir ideologiya. Bu to'g'rida Shotlandiyalik jamiyatshunos James Kellas degan bir hozirgi zamon yozuvchisininki, ya'ni jamiyatshunosning bir so'zi bor. Men uni bu yerda o'zini qilib o'tmoqchi. U deydiki, ideologiya kishilarning ideyasini qurib chiqib, uni ma'lum maqsad va harakat uchun xizmat qildirish deydi. Millatchilikmi shunga o'xshash kishilarning ideyasini qurib chiqib, uni davlat qurish uchun xizmat qildirish deydi. Demak, millatchilik kishilarning ideyasini qurib chiqib, uni davlat qurish uchun xizmat qildirishgan. Undaqda bu ideyani kim qurib chiqadi degan savol chiqadi. Kim qurib chiqadi? Albatta, shu millatni boshlab mang'uchi diniy ulamolar, ziyolilar, olimlar va u millatning yetakchi siyosiy aktivlari va ilg'orlari va bularning hammasini o'z ichiga olgan millatchilar qurib chiqadi. Bizning bu Sharq Turkiston davlatimiz batdi. Davlatimiz besilindi. Biz davlatimizni qaytarib elish uchun kurash qilyapmiz. Mana bu bizning millatchilik ideologiyamiz, ya'ni Sharq Turkiston davlatini qaytarib elish. Ama hech qandaq bundaq davlat qurish ideyasi, ideologiyasi mavjud bo'lmagan mushundaq kishilardanmi, to'plamlargami ularning millatchilari davlat qurish ideyasini qurib chiqqanda ularga. Masalan, alayli mushta ahvollar bo'lgan. Masalan, alayli men bu yerda bir misol ko'rsatay. Bu Baskü degan xalq İspaniyadagi, hozir hammamiz bilamiz bular mustaqil bo'lamiz deyotdi. Bularning burun bundaq davlatni qurib boqmagan ekan Uyg'urlardek. Andan keyin bularda bir millatchilik ideologiyasimi bo'lmagan ekanda burun. Ammo Sabino Arana degan bir yozuvchisi chiqib, bularning bu kishi 1865 dan 1903 yilgacha yashagan kishi ekan. Bu kishi chiqib bir kitap yozdi ekanda, yozib shu kitobda deydi ekanki, bu nima degan bizningki shu bu Baskü xalqi Nuh alayhissalomninki bevosita avlodlari. Biz shu Nuh alayhissalomdan bevosita kelgan eng dastlabki insonlar bizning tilimizni hozir jannatda ishlatyapti.
Bizning bu yerimizning ismi Eskadi deb, shu yashayotgan yerga o'zi Eskadi deb bir ism qo'yib qo'ygan ekan bu kishi. Undan keyin Mao bayraqni, mana bu rasmdagi bayraqni shu kitobda o'zi sizib chiqqan ekanda, o'zi sizib chiqib, mushu bayraq bizning bayrog'imiz bo'lishi kerak. Bizning tilimiz insonlarning eng dastlabki tili. Biz bu İspaniyaliklarga bu yerga o'xshamaymiz. Biz ayrim davlat bo'lishimiz kerak deb, mushundoq ayrim davlat bo'lish ideologiyasini bu kishi shu kitobda o'ttirib qo'ygan. Shuningdan keyin bularda millatchilik ideologiyasi paydo bo'lib, bular davlat quramiz deb, hozirgacha mana mustaqil bo'lamiz deb Ispaniyadan shu kurashni olib beryapti bular. Undaq bo'lsa, bu millatchilik ideologiyasi dedik. Millatchilik ideologiyasi qanday ideologiya? Dunyoda qancha turli millatchilik ideologiyasi bor deyishga to'g'ri keldi. Dunyoda hozir ikki turlik, ya'ni hozir burundan tortib hozirgacha ikki turlik millatchilik ideologiyasi bor. Buning birisi erkin millatchilik ideologiyasi, yana birisi oshqun millatchilik. Endi biz islomda ümmetçilikni nima uchun bu millatchilikka qarshi qo'ydi ba'zilar deganda, islom kamsitishga qarshi. Ya'ni islom diversityni tasdiqlaydi. Har xil Allohning har xil har turlik yaratgan turlik tillarga hurmat qiladi, turlik etniklarningki qobiliyatlarga hurmat qiladi. Uni kamsitishni, chatkichi qiqishni yomon ko'rdi islomda. Bu kamsitish yo'q islomda. Shunga Muhammed payg'ambarimiz butun oq bo'lamdi, qora bo'lamdi, hammasiga o'xshash muomala qilgan. Islomda Allohning yaratganlarini, ya'ni qora yaratamdi, oq yaratamdi, paka yaratamdi, egiz yaratamdi, sat yaratamdi, chiroyli yaratamdi. Qanday millat bo'lishidan qat'iy nazar Allohning yaratgan turlik irqlarini, turlik ranglarini kamsitish qattiq cheklandi. Chunki u Allohning yaratgani. Bendining Allohning yaratganiga uni bunday degan, bendi kim? Hech qanday huquqi yo'q. Shunga bu ig'ir gunoh islomda. Shunaq bo'lganligi uchun bu millatchilik qilib, ya'ni boshqa millatni chatga qiqib, bu millat mendan tuvan turdi, abi etnik bizdan tuvan turdi deb mandaq nim qilishni islomda yomon ko'rdi, chatga qaqqanligi uchun islomdagi bu ummatchilik, ya'ni butun ummatda hech qanday bir millatni chatga qaqmaslik, mushu oshqun millatchilik bilan zid keldi. Chunki bu yerda oshqun millatchilikni men hozir deb o'tay. Oshqun millatchilik degan boshqa millatni tuvan ko'radigan, boshqa har qanday etnik to'plamni o'zidan tuvan ko'radigan, kamsitadigan bir xil millatchilik bo'lib, u deydiki, mening etnik to'plamimlar hammadan ustun turdi. Har qanday narsa mening etnik to'plamim uchun qurbon berish kerak. Mening etnik to'plamim yoki mening millatim hukmron o'rinda bo'lish kerak deb manda bir ideyani o'ttirib qo'ydi bu oshqun millatchilik. Buning otisi, dastlabki asos solg'uvchisi Charles Maurras, bu kishi 1868-yildan 1952-yilgacha yashagan ekan. U fransiyalik yozuvchi va siyosiy nazariyatchi. Shunaq bo'lganligi uchun hozir deb o'tdim, islomdagi ummatchilik bu oshqun millatchilikka zid keldi. Ammo bu yerda qarshilanadigan yana bir millatchilik bor, u bo'lsa-mu erkin millatchilik. Bu islomdagi millatchiliklar bu oshqun millatchilikka qarshi turib qolmasdan, balki butun dunyo oshqun millatchilikka qarshi turdi. Chunki bunda etniklarni ayiradigan, kamsitadigan etnik millatchilik bara-bara oshqunlikka taraqqiy qildi deb qaraydi butun dunyo. U oshqunlik fashizmga taraqqiy qildi deb qaraydi. Ya'ni shunda bo'lgan, unda qaramizmi? Shuning uchun buningga islomlam emas, islomdagi ummatchiliklam emas, butun dunyo yaxshi ko'rmaydi, salbiy qarashda qaraydi. Masalan, 1914-1939larda nurg'un shu etnik millatchilikning oshqunlikka taraqqiy qilishi bilan nurg'un urushlar bo'ldi. Shu vaqtda 5 milliondan ortiq german sharqdan g'arbga ko'chdi. U yerda nurg'un odam o'ldi ko'chish jarayonida. Undan keyin bu burunqi Sovet hokimiyatidan, Sovet yerlaridan 1,5 milliondan ortiq Polshaga qo'g'landi, nurg'un odam o'ldi. Polshaliklar kelib Ukraynaliklarni Ukrainaga qo'g'livatdi. Ondan keyin Yahudilar Yevropadan Isroiliyaga ko'chdi. Isroiliyaga kelib Isroiliyadagi u yerda millatchilik qilib Isroiliyadagi falastinliklarni qo'g'ladi. Hozirgacha urush jidal bu yerda qo'g'lab bu etnik to'qinish besiqmayotdi. Ondan keyin bu yaqinqi zamondagi Yugoslaviyadagi urushdimi? Shu etnik to'qinish tufaylidan Kroatiyalar, Serblar, musulmonlar bular nurg'un qon to'kdi o'zaro urushib. Ondan keyin Rivandadami, Afrikadami hammanglar bilasizlar. Hutular bilan Tutsilar bular asli bir millat. Ammo Belgiya bular o'yin o'ynab
sal chiroy farqining farqlanishiga asosan birisiga iqtisodiy jihatdan yuqori o'rin berib birisiga tuvan o'rin berib ikkisini ikki etnikdak xuddi uyg'urlarni o'zbeklar bilan uyg'ur deb ikkiga ayrilib ketgandek burun shunda bir ayırıp bitip bularni ikki millat qilib bitib asli jildizi bir millatda xuddi ular bilan tutsilarning shuning bilan bu yerda bu ikkisini bir biriga sap qo'ydi belgiya o'yin o'ynab undan keyin bu yerda qattiq qon to'kilish bo'ldi 100 mingdan ortiq odam o'ldi shunga dunyo bu etnik millatchilikka nihoyatda salbiy qarash bilan qaraydi ya'ni bu etnik to'qinishlarni dunyodagi etnik to'qinishlarni qon to'kishlarni paydo qiladi etnik millatchilikda yomon ko'rdi endi bizning uyg'urlarning millatchiligi ondaq etnik millatchilik emas. Chunki biz Sharq Turkiston davlatimizni qaytarib olmoqchi. Bizning millatchiligimiz mana bu erkin millatchilik. Erkin millatchilik degan qanday millatchilik deganda, buning erkin millatchilik degan barobar zulmga qarshi mustamlikini qo'g'lab chiqarib barobar bir davlat qurib, ya'ni bütün etnik millatlar barobar bo'lgan bir davlat qurib, zulmni yo'qotib, mustamlikini qo'g'lab chiqarib, o'zining davlatini qo'lga keltirish yoki qurib chiqishdan iborat mundaq bir erkin millatchilikni ko'rsatadi. Bu g'arbningki erkinlik, barobarlik va demokratiya ko'z qarashi bilanmi maslashganligi uchun buni g'arbda erkin millatchilik deb atagan. Buning otisi Joseph Mazzini 1805-yildan 1872-yilgacha yashagan İtaliyalik siyosatchi va jurnalist. Bu ikki millatchilikningki farqi to'g'risida tafsiliy bilmoqchi bo'lsanglar, Peter Alterninki Nationalism and Overview, nationalism haqida tushuncha degan bir maqolasi bor. Shuni tepib o'qisanglar, men bu yerga yozib qo'ydim. Shuningda bu ikki millatchilikni bir-biriga selishtirib, tafsiliy bayon qilganda, endi biz millatchilik dedik, etnik millatchilik dedik. Undaq bo'lsa, bu millat va etnik degan ikkisi o'xshash huquqmi? Bu millat degan nima, etnik degan nima, ikkisining qanday farqi bor? Deyishga to'g'ri keldi. Bu to'g'rida ko'plagan o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Bu yerda men 4 xil, ya'ni hozirgi dunyoda bu to'g'riliq 4 xil iqim bor. Bularning birisi modernizm, yana birisi primordializm, yana birisi perennialism, yana birisi etnosimbolizm. Endi bu modernizm deganlarning ko'z qarashini so'zlab o'tay boshda. Chunki bu 4 iqim millatchilik nazariyasida bir-biriga unchalar qarshi emas. Asosan bir-birini qo'llaydi. Ammo shu etnik bilan millatning farqi, ya'ni etnik bilan millat ikkisi bir gapmi yoki o'xshamaydigan ikki narsami degan narsada o'xshamagan bularningki o'xshamagan ko'z qarashlar bor, ya'ni farq borda, farqchi. Masalan, bu modernizmlar qanday qaraydi deganda, bular millatchilik sanoat inqilobidan keyin maydonga kelgan deb qaraydi. Undan keyin millatchilik yuqori kultur yoki madaniyat ehtiyoji tufaylidan maydonga kelgan davlat qurish ideologiyasi deydi. Nemishki bular sanoat inqilobidan keyin maydonga kelgan va yuqori kultur va madaniyat ehtiyoji tufaylidan maydonga kelgan davlat ideologiyasi, davlat qurish ideologiyasi deb qaraydi deganda, o'z vaqtida sanoat inqilobi maydonga kelishdan burun bu yerda shu xalqlar terimchilik bilan yashagan ekanda, ya'ni dehqonchilik, chorvachilik, ya'ni terim davri bo'lgan. U chaqda til yiziq taraqqiy qilgan, ammo uchur matbaalar bo'lmagan. Shunda bir vaqtda bu yerda bir tutash siyosiy, iqtisodiy tuzilma, bir tutash ma'arif, bir tutash til deydigan manda bir davlat kulturi mavjud bo'lmagan ekan u chaqda. Chunki hamma yerliklar o'zining tilini gap qilgan, o'rtaq bir siyosiy iqtisodiy tuzilma bo'lmagan, o'rtaq bir huquq majburiyat bo'lmaganda u yerda hozirgi davlatlarningidek. Sanoat inqilobi maydonga kelgandan keyin shaharlarning bo'linishi, shaharlarning maydonga kelishi, emgak kuchlarining bo'linishi, undan keyin shu matbaa va uchur aloqalarining taraqqiy qilishi bilan bu yerda bir o'rtaq tilga, ya'ni o'rtaq bir davlat sistemasiga, o'rtaq bo'lgan bir huquq majburiyatga, o'rtaq iqtisodiy siyosiy tuzilmaga ehtiyoj duygan bu kishilar. O'rtaq bir ma'arifga ehtiyoj duygan.
Chunki buningdan burun terim davrida til yiziq taraqqiga vaqt bo'lganlikdan taraqqiy qilayotgan. Kim til yiziqni yaxshi bilgan bo'lsa, shu hukmron o'rinda tutgan, til yiziq bilmagan, ya'ni o'rtaq ma'rif sistemasi bo'lmaganlikdan til yiziq bilmagan o'qiyolmaganlar, ular dehqonchilik bilan shug'ullangan, sinf farqi nihoyatda ig'ir bo'lgan ekanda. Uningdan keyin bu sanoat inqilobidan keyin mushunda bir o'rtaq davlat kulturining talabi bilan ehtiyoji tuyib, mushunda bir culturening talabi bilan millatchilik maydonga kelgan va bu millatchilik hozirgi mushu nation state, ya'ni davlatlarni qurib chiqqan. Chunki bunda bir culturega vakillik qiladigan narsa davlat tuzumiti, ya'ni. Buni qurib chiqqandan keyin shuningga bu modernistlar mushunda culturega, ya'ni mushunda davlat tuzumiga, yani o'rtaq ma'rif, o'rtaq iqtisodiy siyosiy tuzilma, o'rtaq huquq majburiyat va o'rtaq til mushundaqlarga vakillik qiladigan mushunda bir culture millat deb atildi. Bu kishilar millatga vakillik qildi. Şunu davlat qurganlar millat bo'la oladi, davlat quranmaganlar millat bo'lolmaydi. Ular bir etnik toplum. Davlat qurib, mana davlat culture'ga vakillik qilganligi uchun millat hisoblandi. Ya'ni nation state qurganlar nation bo'la oladi deb qaraydi. Ya'ni millatchilik millatni paydo qilgan deb qaraydi-da modernistlar. Endi buning o'xshamaydigan yana 3 iqim bor. U bo'lsa-mu primordialistlar. Bular eng radikal iqim. Bu primordialistlar deydi ki bu millet bilan etnikning hech qanday bir farqi yo'q. Shu millat shu etnik shu. O sanoat inqilobining bu millat va etnik bilan hech qanday millatchilik bilan hech qanday munosabati yo'q. Shu millat deb atildi shu etniklar. Davlat qurgandan keyin ular shular ya'ni shu etnik shu millat bo'lib davom qilaverdi. Uning sanoat inqilobi bilan aloqasi yo'q deb qaraydi. Ammo bu bunda deganda bular plural, ya'ni bir davlatda har xil millatning bo'lishini tushuntirib bermaydi ayrim. Shuningga bu primordialistlar bu xil farqni tushuntirib bermaydi bu yerda faqat chunki millatlar etnikning hech qanday farqi yo'q desa bu narsa tushunishli bo'lmay qoldi. Shuningga perennialistlar bu modernistlarning men deb o'tgan millatchilik mushu millatni paydo qilgan, millatchilik sanoat inqilobidan keyin paydo bo'lgan degan nazariyasini desteklaydi, qo'llaydi, to'g'ri deb qaraydi-da. Ammo bular millat degan mushu etnik shu. Bu hech qanday bir yo'q yerdan bir millat paydo bo'lib qolmaydi. Shu etnik davlat qurgandan keyin shu millat bo'lib davom qilgan. Etnik degan bir qandoshlik u. Qandoshlik o'xshash bo'lgan xalqlar bir etnik bo'lib shakllanib, davlat qurgandan keyin ham etnikligini saqlaydi, ham davlat kulturiga vakillik qilib, ham milliyligini, ham etnik kimligi, ham milliylik bo'ldi, manda davom qildi deb qaraydi. Bu etnosimvolizmlar, etnosimbolizm, bular men simvolizm deb oldim. Bu etnosimvolizmlar asosan yana shu modernistlarninki millatchilik degan sanoat inqilobidan keyin maydonga kelgan degan hamma nazariyasini o'xshash desteklaydi. Ammo faqat shu perennialistlar bilan o'xshamaydigan yeri bu shu etnik degan masalan bir millatchilik bo'lish uchun uni bir obyekti bo'lish kerak bu ideologiyani. U obyekti etnik, ya'ni insonlar. Ular shu etnik davlat qurgandan keyin millat bo'lib davom qilgan deydi bu. Ammo bu perennialistlar bilan o'xshamaydigan yeri bu etnik degan bir qondoshlik emas. Chunki bir qandoshliklar emas, bu etnikniki ta'biri u qandosh bo'lgan insonlarla bir etnik bo'lolmaydi. Qandosh bo'lolmagan, har xil qandoshdan bo'lgan insonlarmi bir etnik bo'lishi mumkin. Shunga etniklik degan tarixi o'xshash bo'lgan, ya'ni afsonalari, kechirmishlari o'xshash bo'lgan, territoriyasi, o'rtaq territoriyaga ega bo'lgan, ya'ni bir vatanning kishilari bo'lgan, simvollik belgilari bo'lgan, masalan bizning Uyg'urlarning ko'k bo'rak, ko'k rang degandek simvollik belgilarimiz bor, bayroqlarimiz bor. Madaniyat va urf-odatlar o'xshash bo'lgan, ya'ni bu deganlik tili, dini degandek mushtaq madaniyatlari va urf-odatlari o'xshash bo'lgan, kimliklari o'xshash bo'lgan mushunda kishilar bir etnikni maydonga keltirdi. Bular davlat qurgandan keyin millat bo'lib, ham milliy davlat kulturiga vakillik qilib, milliy kimlikni saqlaydi, ham etnik kimlikni saqlaydi. Mushunda davom qildi debchi, shu etnik degan shu davlat qurgandan keyin shu millatning davomlashishi, u undaq modernistlar degandek u etnik boshqa narsa, bu millat degan millatchilik millatni shakllantirdi degan mana narsa emas. Shu etnik millatchilik ta'sirida milliy kulturga o'zgarib, ya'ni milliylik, milliy kimlikni qabul qilib, davlat millati bo'lib shakllandi deb manda qaraydi bular. Bular endi millatchilik sanoat inqilobidan keyin paydo bo'lgan degan modernistlarning nazariyasini desteklaydi-da. Undaq bo'lsa, Uyg'urlar millatmi? Uyg'ur millatchiligining o'rni qayerda deyishga to'g'ri keldi. Uyg'urlar asli millat.
chunki boyaqi nazariyalardan qaraydigan bo'lsak uyg'urlar primordialistlar degandek bir etnik u etnik masalan shu etnik shu millatni deyish to'g'ri kelmasimi masalan primordialistlarning u g'arbning nazariyasiga tushmasimi biz bir etnik to'plum bo'lgan tushgan taqdirda biz ham davlat bo'lgan ham bizniki shu etnosimolistlar degandek tariximiz, o'xshash territoriyamiz Sharq Turkistondan iborat bir territoriyamiz, vatanimiz bor bizniki. Tilimiz, dinimiz, amanimiz, kimligimiz o'xshash. Biz bir etnik toplum. Hatto biz etniklikdan chiqib millatmi bo'lib bo'lgan. Shu g'arbning nazariyasi bo'yicha deyli desak, masalan modernistlarning millatmi bo'lib bo'lgan. Chunki biz bir davlat qurgan xalq. Millatmi bo'lib bo'lgan. Ammo hozir Uyg'ur millatchiligining o'rni qayerda deyishga to'g'ri kelsa, bu ben bunda 3 basqıçqa böldüm. Uyghur medeniyetini qoğdaş ve davamlaştırışdan ibaret dastlabki basqıç. Yani medeniyetini degende bu yerda kimlikni ko'zda tutyaptimi? Uyg'ur kimligini qo'g'dash va davomlashtirishdan iborat dastlabki bosqich. Ikkinchisi tajovuzchilikqa qarshi turishdan iborat o'ttiri bosqich. Uchinchisi davlat qurishdan iborat kelgusi bosqich. Endi biz davlatni qurib bo'lgan asli tajovuzchilikqa qarshi turishdan iborat ikkinchi bosqichni bosib o'tib bu davlatni qurib bo'lgan. Ammo hozir bizni Xitoy bu davlatimizni tortib ilib tajovuzchilikqa qarshi turishdan iborat ikkinchi bosqichdagi kuchimizni yo'q etib hozir shu kimligimizni qo'g'dab qolamaydigan bir holga kelib qo'ydi. Birinchi bosqichga surilib kelib qoldik-da biz. Shuningga biz hozir shu birinchi bosqichda turyapmiz. Uyg'ur kimligini ikkinchi bosqichga ko'chish uchun, uchinchi bosqichga taraqqiy qilish uchun Uyg'ur kimligimizni qo'g'dab qilishimiz kerak. Endi qanday qo'g'dab qolamiz deyishga to'g'ri keldi. Boya so'zlab o'tdim. Uyg'ur millatchiligi demaslik kerak, asli Sharq Turkiston millatchiligi deyish kerak dedim. Ya'ni bizning millatchiligimiz o'zimizning davlatini qaytirib elish, erkin, hamma millat barobar bo'lgan, islomdagi adolatni, hurlikni, shundaqla Xitoy bizga paydo qilayotgan hozir shu rayondagi tinchsizlikni yo'qotib, tinchlik paydo qilgan bir barobar, butun millat barobar bo'lgan manda bir davlat qurib chiqish bizningki Sharq Turkiston xalqining, ya'ni Uyg'urlarning millatchilik ideologiyasi bu. Bu ideologiya uchun, ya'ni hamma millat barobar Amerikada, Kanadada civic nation, ya'ni butun faqat Uyg'urning davlati, Uyg'urlar bo'ladi, boshqa millat bo'lmaydi deydigan manda bir etnik oshqun millatchilik emas, balki Sharq Turkiston davlatidan iborat butun millat adolat, hurriyat va barobarlikda birga yashaydigan manda bir davlat qurib chiqishdan iborat bir Sharq Turkiston davlat qurish ideologiyamiz uchun biz mushta bir millatchilikni taraqqiy qildirishimiz kerak. Buning uchun biz nimalarni qilishimiz kerak deganda, men bu yerda 5 turlik narsani o'ttirib qo'ydim. Bu endi mening shaxsiy ko'z qarashim. Sizlarning cho'qim bak yaxshi, ilg'or fikrlaringiz bo'lishi mumkin. Ham bu meni o'ttirib qo'ygan fikrlarimga qarata tanqidlaringiz bo'lishi mumkin. Qizg'in qarshi olaman. Ya'ni taklif va tanqid fikrlaringizni cho'qim ayamay berishinglarni umid qilaman. Birinchi taklifim biz va ular farqiga ahamiyat berish. Ya'ni Sharq Turkiston millatchiligini taraqqiy qildirish uchun Uyg'urlar cho'qim biz va ular farqiga ahamiyat berish kerak. Bu yerda nasionalizm to'g'risida nurg'un kitob yozgan, shu modernistlarning vakillaridan biri bo'lgan Thomas Erikson degan bir kishi bor. Balki sizlar kitoblarini jamiyat shunosi haqida kitob o'qiydiganlar o'qigan bo'lishinglar mumkin. Millatchilik haqida bu kishining nurg'un kitoblari bor. Bu deydiki bir millat shu biz va ular farqiga ahamiyat berganda nihoyatda kichik bir narsaga ahamiyat berish orqali o'zini saqlab qolishda shu narsa orqali bir cho'ng nimaga erishalaydi deydi-da, bir imkoniyatga erishalaydi deb qaraydi. Masalan, bu deydiki masalan til shu masalan tam, hatto puroq, kiyinish, yurish, turish, hatto kichik urf odatlar, ushaq-tushak masalan deyli ashtaq masalan Uyg'ur degan masalan men o'tgan bir qitim Facebookda degandim, Uyg'urlar masalan yagan non chupkasi yomon bo'ldi deb nada qilib kichikna bir tam nonning uyqug'imi dassimaymiz, nim qilib ilib manda bir xalq. Onkin tomoq yeyishdan burun tomoq yeyotganda gap qilma deymiz. Tomoq yeb etib qolayotgan harakatlarni qilishga ruxsat qilmaymiz. Mana bu shundaq bizning urf odatlarimiz boshqalarga biz va ular deb o'xshamaydigan yerlarimiz bor. Agar bu shunda o'xshamaydigan yerlarni kengaysak, masalan, Uyg'urlar tirishchan millat, Uyg'urlar o'qiydigan millat, Uyg'urlar qaysar millat deydigan, Uyg'urlar bo'shashmaydigan millat
deydigan bundaq har xil nimalarni masalan o'zimizning boshqalarga o'xshamaydigan narsalarni shu Thomas Erikson degandek biz va ular deb turib farq paydo qilsak bu endi Uyg'urlarningki saqlanib qolishida nihoyatda muhim rol o'ynaydi ekanda. Endi mening demoqchi bo'lganim bu yerda Uyg'ur diasporasida boshqa millatlardan biz va ular deb turib hamma narsani farqlantirib ketganimi bo'lmaydi bu nihoyatda ta'samdi. Biz o'zimiz sezmagan holda nurg'un narsalarni boshqa millatlarningki nurg'un urf odatlarini yoki yurish turishlarini qimmat qarashlarini nurg'un narsalarni qabul qilib olamiz biz. Endi bu yerda bir muhim narsa agar mushu biz va ular degan narsa butun ushaq-tushaq narsalarga diqqat qilib ketolmagan taqdirdami agar Uyg'urlar ideya masalasida, ideologiya masalasida Sharqiy Turkiston ideologiyasini, Sharqiy Turkiston davlat qurish ideologiyasini va buning manfaatini har qanday o'zi qabul qilib olgan qimmat qarash va ideologiyaning oldiga bu bizning manfaatimiz, ularning manfaati deb turib oldiga qo'ya olsa, birinchi o'ringa qo'ya olsa, u vaqtda bu millatni saqlab qolishga nihoyat zo'r foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni bu nihoyat muhim deb o'ylayman. Chunki bizni nurg'un davlatlar ko'zir qiladigan ishlar bor. Bunday yerlarda mo'yliqi xalqlar o'ynasa, bak o'ynab ketmaydiganchi, masalan, o'zini bilmay o'ynab ketmaydigan, o'zining manfaatini birinchi o'rin qo'ygan vaqtida Sharqiy Turkiston manfaatini har qanday o'yinga kelmaydigan, shu millatning manfaati uchun kurash qila oladigan manda bir narsa shakllanadi shu vaqtida. Shuningga bu bak muhim. Ikkinchisi madaniyatimizni saqlab qolishga ahamiyat berish kerak. Ya'ni madaniyatimizni deganda bu diniy kimligimiz va tilimiz. Buni saqlab qolish uchun cho'qim bak kuchishimiz kerak. Endi Sharqiy Turkistonning sirtidagi Uyg'urlar, Uyg'ur diasporada diniy kimligini qo'g'dab qolishiga butunlay mumkinchilik bor. Ammo bu Uyg'urlar bu mumkinchilikdan qanday foydalanish, buni qanday jonlantirish degan gap chiqdi. Shuningga buningga sal qaramaslik kerak degan gap chiqdi. Shunga diniy kimlik bak muhim, ham bizga qulaylik sharoit bor. Bu Uyg'ur diasporasida vatan ichida bo'lmasmi. Shunga buningga ahamiyat berish kerak, chunki diniy kimligini yo'qotgan millatlarning nurg'unlari tarixda yo'qolib ketgan ekan. Hemen bir misal beray. Masalan, Assiriyanlar bular o'z vaqtida Babilonlar bisvaga vaqtida bu Assiriyanlarning ziyolilari mushu Babilonning dini bek ilg'or din ekan, biz ilg'orlikni qabul qilishimiz kerak deb o'zligidan Babilonning dinini qabul qilib ketgan ekanda bular. Shunlar qabul qilib ketgandan keyin bu Babilonlarning dinini qabul qilib bular asallam bu Babilonlarningki bularga yurgizgan etnicide policy'si, ya'ni mushu madaniyatini yo'q qilish, madaniyat qirg'inchiligi nihoyat tez, qulay bir amalga oshib, Assiriyanlar ishtik yo'qolib ketgan ekan. Shunda bir taraqqiy qilgan bir shu vaqtida Babilonlardanmi o'z vaqtida qog'uchiligi yo'q manda bir cho'ng imperiya shu vaqtida mush Assiriyanlar degan shu yerda nihoyat tezlikda yo'qolib ketgan ekanda, shu dinini yo'qotganligi uchun angdaslabdi. Undan keyin hammamiz bilamiz Fir'avnmi Misrliklar, ya'ni Fir'avnga e'tiqod qildida qiladi ekan. Undan keyin Yahudi dini kirgan vaqtida Musa alayhisalom ib kirganda bu Fir'avnga e'tiqod qilgan bunda bir insonga e'tiqod qilgan din Musa alayhisalom ib kirgan Yahudi dinda, ya'ni Judaizmdek mandaq bir ilohiy din bilan raqobatlashanmaganda. Chunki u bir insonga e'tiqod qilgan, inson u Fir'avn o'lgandan keyin demak bu bir oqmaydigan din ekan-ku deb xalq darhollam Judaizmga e'tiqod qilgan. Shunda bu Misrningki o'z vaqtidagi etnikligi, nurg'un kulturlari shu vaqtida yo'qolib ketgan ekan madaniyati. Undan keyin mana Eronlarmi, masalan Eronlarmi Zoroastronian o'tga e'tiqod qildi ekan-ku. Shuningga e'tiqod qiladi ekan, burun butun ilq madaniyat kulturlari shunda o'tga e'tiqod qilishga bog'langan shunda bir kultur bor ekanda bularningki. Shuning bilan islom kirgan vaqtida islom tili bilan kirgan, taraqqiy qilgan bir din, u Zoroastronianlarning o'tga e'tiqod qilgan, unda tabiiy hodisaga e'tiqod qilgan dindek, unda bir oddiy din emas, ham ulardagi ig'iz bilan tarqalmagan bu din, islom alayda taraqqiy qilgan, uning ustiga adolatni kirgan, manda bir din bo'lganligi uchun bu o'tga e'tiqod qilgan din islom bilan hargiz raqobatlashanmagan. Shuning bilan Eronlar shunda bir johil xalq bo'lsa-mu, bu raqobatlashanmagandan bu din islom bir ilohiy din, bir kuchli din bo'lganlikdan bu yerda bular butunlay bu e'tiqodini yo'qotib, islomni qabul qilgan. Shuning bilan bular shu islomni qabul qilish jarayonida o'zining nurg'un madaniyatini yo'qotib etib, faqat qon nimasi o'xshamaganligi uchun lamayliqi ba'zi kulturlarni saqlab qolgan bilan etnikligini, Iraniyan degan etnikligini, ammo boshqa butun etnikligiga oid bo'lgan madaniyatlarning hammasini yo'qotib etgan ekanda bular. Demak, bir din yo'qolsa, etniklikmi yo'qolib ketadi.
islom dini yo'qolmaydi dunyoda. Islom dini go'zal, adolatni akagan, intayin kuchlik, oliy bir din. Hammadan ustun turadigan bir din. Islom dini hargiz yo'qolmaydi. Ammo Uyg'urlarni yo'qolib ketsa, Uyg'urlarning etnikligi davom qilolmaydi. Kimligi yo'qolib ketadi Uyg'urlarning. Undaqda til. Tilni qanday taraqqiy qildiramiz? Tilga nima uchun ahamiyat beramiz deganda, tilmu bir insonningki, ya'ni bir millatningki o'zini izlashida intayin muhim rol o'ynaydi. Til bo'lmasa, bu etnik kimlikningki nurg'un narsalari, nurg'un madaniyatimiz, tariximiz, nurg'un narsalarimiz yo'qolib ketadi albatta. Ammo buninglik bilan mayuslanib ketishga bo'lmaydi. Hamda til yo'qolib ketgan bilan bir millatning etnikligi yo'qolib ketgan unda ishlarmi yo'q. Masalan, ayrishlar hozirgacha tilini yo'qotayotgan ular inglizcha gap qildi, ammo etnikligini yo'qotgani yo'q. Yahudilarmi o'zining tilini 1200 yilda yo'qotayotgan, ammo davlat qurgandan keyin toppagan. Chunki bu diasporada tilni saqlab qolish haqiqatan tas. Chunki biz har bir o'xshamagan davlatda o'xshamagan millatlarning tilini qabul qilib, cho'ng bir ko'lga chechayotgan bir tal tomchilardek yashaymiz. Shuningga bizning tilimizni saqlab qolish balki 2 avlod, 3 avlod mumkindir. 4-chi avlodga kelganda bu nihoyat tas bo'ldi. Chunki bir davlat sistemasi bilan, bir institutionlar bilan mundaq bir maktab qurib saqlanmagan, akademik shaklda saqlanmagan tilning saqlanib qilishi, u oilda gap qilish bilan amalga oshmaydi. Bu bek tas bo'ldi. Ammo shundaqdimi biz butun kuchimiz bilan tilimizni saqlab qolishga kuchimiz kerak. Chunki tilimizni saqlab qolamisak, biz yana o'zimizning tarixini o'rganmay qolamiz. O'rgangan taqdirdami, masalan, tarjimalardan o'rgangan taqdirdami, nurg'un tuyg'ular, nurg'un narsalar, güzelliklerimiz, nurg'un uyg'urligimiz shu til bilan mujassamlashib ketgan boshqa shuning o'xshash chiqmay qoldi, nurg'un narsani yo'qitimizda. Shuningga bu tilni saqlab qolish intayin muhim. Ammo bir narsa esim keldi, bir narsani qaytib qo'ymoqchiman. Shu tilning saqlig'ini saqlab qolishda tilga sodiqlik harakatini qo'zg'agan vaqtimizda, masalan, bu yerda shu tilningki saqlig'i bilan zamonaviy taraqqiyot o'tirisidagi munosabatni tilshunoslar bek inchiki bir taraf qilishiga to'g'ri keldi. Chunki bir misol aytsam, o'sha Estoniya mustaqil bo'lgan vaqtida ham estoniyalik bo'lamiz, ham zamonaviylikni saqlab qolamiz deb bularning yozuvchi va shoirlari shu tilning saqlig'ini saqlash uchun hech qanday narsani tarjimadan qabul qilmay, shu o'zlari yaratib boshda qilgan ekanda, shuning bilan bu yer nihoyat bek jiq to'qinish chiqib ketgan ekan Yevropa madaniyati bilan bularning tili o'ttirisida. Shu endi ba'zida tilni yaratib, masalan, yangi o'zimizda yo'q uqumlarga yangi til yaratgan vaqtida dal tushmaydigan ish chiqadi. Tarjima qilsak, dal shuni ifodalab beradigan tuyg'u chiqmay qoldi. Shunga bu bek murakkab, bek inchki masala. Buni tilshunoslarimiz bek inchkilik bilan bir taraf qilishga to'g'ri keldi. Üçüncüsü tarixni o'rganish harakatini qo'zg'ash. Bu to'g'rida doktor Erkin Akram va doktor Qahar Baratlar nihoyat muhim nutqlarni so'zildi va bunga ahamiyat berib, bular tarixlarni o'rganish harakatini qo'zg'ab, kitoblarni tarjima qilib tarixiy kitoblarimizni. Buning uchun nurg'un fidoyi yoshlar ovoz qo'shib, shu kitob tarjima qilish ishlariga qatnashyapti. Ularning xizmatlariga Alloh barakat bersin, ishlariga utuq tilayman. To'rtinchisi, ham ajdodlarning izini hem Uyg'urluq culture'ni, ya'ni hem ajdodlarimizning izini va Uyg'urluq culture'ni, o'zimizning sap Uyg'urluq culture'ni, hem zamonaviylashish va taraqqiyotni qo'g'lishish. Bu yerda demoqchi bo'lganim, biz sap Uyg'ur bo'lamiz, sap mushu butun ajdodlarimizning asliga bek ahamiyat beramiz deb boya tilni degandek, mushunga bek eslab olgan vaqtimizda, endi bizning kechirsizlar. Bizningki nemamiz ajdodlarimiz bular yangi bir kulturda, yangi bir madaniyatlarda, o'xshamagan bir madaniyatlarning ichida cho'ng bo'ldi. Agar biz aslini ham ajdodlarimizning izini mangimiz deb, ko'nuluqni, sapliq deb bek buni tanıdigan bo'lsak ajdodlarimizga, bu yerda bir chatki qiqish kelib chiqishi, o'ttirdi bir yang paydo bo'lishi mumkin-da, qabul qilish tas bo'lishi mumkin, to'qinish paydo bo'lishi mumkin. Shuningga biz shu zamonaviy taraqqiyot bilan özümüzün asli sap Uyg'urluq culture'ni moslashtirib apmeyishimiz kerak. Bundaq bo'lganda ajdodlarimizning buni tez qabul qilishiga foydali bo'ldi, oson bo'ldi yani. 5-si ishga bog'lanish tepib chiqish. Men bu yerda ishga bog'lanish tepib chiqish deganda, shu Uyg'urlarni uyushtiradigan. Bu Sharq Turkiston xalqini bir yerga kelib uyushtiradigan bir narsa bo'lgan. Bir bog'laydigan bir narsa bo'lgan deb o'ylayman, ammo uning nimaligini men bilmayman, topolmadim. Balkim sizlar topa olishinglar mumkin. Masalan, biz Makkaga boramiz haj qilganda. Makkaga borganda
Masalan, shu qora bo'lamdiq, oq bo'lamdiq, qanday millat bo'lamdiq, hammamiz hajga borganda barobar bo'lib, shu Makka bizni bir-birimizga ummat qilib bog'laydi. Ashuningga o'xshashla biznimi Uyg'urlarnimi hamma Uyg'urni bir yerga akilalaydigan. Butun Sharq Turkiston xalqini Sharq Turkiston davlatini qurish uchun bir yerga akilalaydigan bir bog'lanish deb chiqsaq, bir ishki bog'lanish. Ko'k bayroq bo'lamdi, masalan, ko'k bayroqni ko'rgandilam, hammasi birlasha oladigan. Mushunda bir ishki bog'lanish tepib chiqa olsak, bek yaxshi bo'lgan bo'ldi-da. Rahmat, jiq so'zlab vaqtinglarni oldim. Ta'kidlayman yana, talab fikrlaringlarni, bu tanqidiy fikrlaringlarni qizg'in qarshi olaman. Chekinmasdan yo'llashinglarni umid qilaman. Rahmat.